Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz Java bo'yicha birinchi darsimizni boshlaymiz. Marhamat. Birinchi sizlarni ko'rsatadigan narsam mana IntelliJ'da hamma so'radi, qanaqa qilib run qilamiz va qanaqa qilib dasturni yozamiz. Men bu hozir Kotlinda turibdi. Kotlinda esingizda o'zi ochib ishlatganmiz. Mana IntelliJ o'rnatgandan keyin fayl degan joy bo'ladi. Mana shu fayl degan joyga bosishimiz kerak. Mana va new qilib project, yangi proyekt ochamiz va bu yerda hech qaysi pticha qo'yamiz va next tugmasini bosamiz va mana bu yerda create project form template deb bosamiz va yana next qilamiz va u bizga so'raydi project nomini kiriting deydi. Biz masalan lesson qilib qo'yamiz. Uzr kechirasizlar. Lesson qilamiz. Birinchi dars qilib qo'yamiz va uni bunaqa bizada bor deyapti. Avval ochilgan ekan. Kelinglar buni boshqacha 2 qilib qo'yamiz. Bunaqa ham bor ekan. Yoki Java deb ochamiz va bizdan so'raydi, shu oynada ochsinmi yoki boshqa oynada ochsinmi. Biza boshqa yangi oynada ochib uni ishlatib ko'ramiz. Mana bizga shu turishida tayyor qilib ochib berdi. Mana o'zi IntelliJ'ni o'zi mana run tugmalarigacha o'zi to'g'rilab berdi. Keling biz sizlar bilan yangi klass ochishni o'rganamiz. Yangi klass ochishimiz uchun mana bu yerda Java'ning o'zining papkalari bo'ladi. Mana bu kutubxona saqlaydigan joylari, mana kod yozadigan papkalar bo'ladi. Mana shu joyga bosib biz mishkani o'ng tugmani bosib mana bu yerda new Java class deb bosamiz. Yangi klass ochamiz va bu yerda main 2 qilib yaratamiz. Hamma payt bilib qo'yinglar, klass nomi katta harf bilan boshlanadi. Va men bizga ochib berdi. Public class main degani public hamma joyda ko'rinadigan klass hisoblanadi. Public class va uni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu qaynoq klaviatura deyiladi. PSVM desangiz, bu sizlarga shuni ishlatishimiz uchun kerak bo'ladigan funksiyani yaratib beradi bizga. Main metodini yozib beradi birdaniga. Buni kodda yozsangiz ham bo'ladi. Public static void main degani mana shu funksiya hisoblanadi bu. Funksiya buni ishlatishimiz uchun kerak bo'ladigan funksiya hisoblanadi. Funksiyalarni o'tganimizda bularni tushunib olasiz. Marhamat, mana bu yerda keyin xohlaganimcha kod yozishimiz mumkin. Mana run belgisini ham bosishimiz mumkin. Endi keling sizlar bilan bugungi darsimiz o'zgaruvchilarni ko'rib chiqamiz. Marhamat, mana o'zgaruvchilar bular xotiradan joy oladigan, himoyalangan va xotira joyda chegaralangan. Ya'ni bularni qiymati chegaralangan o'zgaruvchilar deb nomlanadi. Mana RAM bu xotiradan joy oladi degani, RAM kompyuterimiz xotirasidan ma'lum bir tipdagi joy ajratib, o'shanga nom berib, shu joydan saqlab qo'yadi. Mana masalan, men bitta int o'zgaruvchisini 20 qiymati bilan saqlab qo'yibdi va bizga qachon uni kerak bo'lsa, uni olamiz. Masalan, bizga cho'ntagimizga bitta 20 ming solib qo'ysak, o'sha o'zgaruvchida 20 ming masalan u cho'ntagimizga joy ajratilib, shunga solib qo'yilishi uchun yaratilgan bu xotira. Shu cho'ntag ham shunaqa narsa. Yoki sizlarga yana bitta hayotiy misol qilib ko'rsatadigan bo'lsam, masalan, o'zgaruvchilarni e'lon qilishlarga o'xshaydi. Masalan, ovqatni biron kosada kosani tasavvur qiladigan bo'lsangiz, siz ochiq bo'lsangiz kattaroq kosa deysiz, to'q bo'lsangiz kichikroq kosa deysiz yoki suv ichganda o'shanaqada. Bu katta kichigi bu o'zgaruvchilarning o'zini chegarasi bor. Uni xohlaganingizcha bera olmaysiz-da bularga. Chegaralangan bularni qiymat berilishi va xotirada ham chegaralangan joy ajratiladi bular uchun. O'shanaqa. Endi ko'rib chiqamiz. Data types in Java. Bunda data typesda o'zgaruvchilar ikki guruhga bo'linadi: primitiv va no primitiv. No primitiv bu obyektlar hisoblanadi. Obyektlar, bularni ham ko'rib chiqamiz siz bilan. Obyektlarni ham hozir men sizlarga boshlang'ich bilimlarni berib ketmoqchiman. Endi primitivga keladigan bo'lsak, bu
o'zgaruvchilarni turlarida primitivni turlari ham numeric non-numeric shunga bo'linadi, ikki turga bo'linadi. Ular esa integer va floating point, ya'ni nomerlanganga bo'linadi va nomerlanmagan. Masalan, uni qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Qaranglar. Bu numerikka biza masalan biron bir son, shunga o'xshash matematik amallarga o'xshash narsalar beramiz. Nomer deganda bu. Bunga non xilisiga esa bunga biron bir belgi, o'shanga o'xshash narsa beramiz. Masalan, characters biron bir belgi beramiz. Boolean faqat true false ni qabul qiladi, bo'ldi. Boshqasini qabul qilmaydi. Bu yerda haqiqiy sonlar integer deyiladi. Uzr-mani kechirasizlar. Haqiqiy sonlar floating point hisoblanadi, ya'ni kasr sonlar, integer esa butun sonlar, butun bo'linmaydigan sonlar, integer sonlarni o'zgaruvchilarga berib chiqamiz. Keyin o'zgaruvchilarni turlari ham bor. Masalan, ular variable types deyiladi. Bular e'lon qilinishiga qarab, qayerda ishlatilishiga qarab yoziladi. Masalan, ular 3 turga bo'linadi: local, instance va class. Ya'ni buni static desa ham bo'ladi. Menimcha static deyiladi. Mana bu local, bu faqat funksiyalarning ichida. Faqat funksiya, biron bir funksiya yaratsangiz, menga shu nomerni qaytar degan yoki kim qanaqa funksiya yaratsangiz, faqat shuni ichida ishlata olasiz, bo'ldi. Tashqarida ishlata olmaysiz. Instance bu faqat nima deydi uni? Ichkargi qismida ishlatasiz. O'zgaruvchilarni funksiyadan tashqarida, shunga o'xshash joylarda ishlata olasiz. Juda ham keng emasdi, mana eng kichkinasi o'rta holi class. Bu polni class bo'yicha ishlata olasiz buni. Class tepasiga kiritib qo'yasiz va polni class bo'yicha ishlatishingiz mumkin. Keyingisi data types. Bularni boya aytganimdek chegaralangan dedim, xotirada joylari chegaralangan hisoblanadi. O'shani hozir sizlarga ko'rsatib chiqaman. Birinchisi byte. Byte bu xotiradan 1 byte joy egallaydi va uning beradigan qiymati -128 dan 127 gacha raqam qiymat bera olasiz. Short qisqa xili 2 byte joy egallaydi va u -32 dan 32 gacha joyiga qiymat bera olamiz. Shular sonlar oralig'idagi raqamlarni sizlar berib ishlatishingiz mumkin. Undan tashqarisiga u xato tashiydi. O'zingiz yozganda ishlatib nima qilib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Keyin int bor, int 4 byte joy egallaydi. Uni hajmi juda ham katta. Eng katta endi bu butun sonlar hisoblanadi. Byte, short, int bular butun sonlar hisoblanadi. Mana shu yerda butun sonlar to'xtaydi va keyingisi long, float, double esa bular haqiqiy sonlar, ya'ni kasr sonlar. Bularni bo'lib 0.1 shunga o'xshash sonlarni bera olasiz. Va ularning joyi ham juda ham katta bo'ladi. Keyin boolean, aytib o'tganimdek, bu 1 bit nima qiladi, joy egallaydi va u false va true qiymatini qaytaradi faqat. Char esa bu charakter hisoblanadi. Bu o'zi biron bir bittagina o'zgaruvchi, ya'ni nima desam bo'ladi? Bitta harf, biron bir son, shunga o'xshash narsalarni saqlab boradi. Endi keling, o'zim dasturimizda yozib ko'ramiz. Bizning dasturimiz hozir mana men sizlarga birinchi butun sonlarni o'zgaruvchiga qilishni ko'rsatib beraman. Masalan, uning uchun bizga kerak bo'ladi int qilamiz, int va bu yerga nomini beramiz, masalan number, va bunga necha sonini beramiz. Aytganimdek -28 dan 127 gacha son berishimiz mumkin. Masalan, unga 20 beramiz. Mana 20 va oxiriga nuqta virgul qo'yamiz. Buni bermasak xato tashiydi. Bilasizlar, Kotlinda mana shuni biz intni hammasini bittagina faqat var yoki val qilib ketadi. Var bu o'zgartirsa bo'ladigan qiymat, val o'zgartirsa bo'lmaydigan qiymat hisoblanadi. Buni val yozmoqchi bo'lsangiz, bunga static qo'yasiz. Static
manimcha buni keyin ko'rsatib chiqaman sizlarga. Int numberni sababi hozir nima qilmaganim sababi nima deydim, men Javada sizlar uchun boshqatdan yozyapman, o'shaning uchun menga ham takrorlash bo'ladi. Shuning uchun bir ikkita joylarda xatolashib ketsam, nima qilmaysizlar, xafa bo'lmaysizlar, tushunasizlar degan umiddaman. O'rganish davomida yanada mustahkamlab o'rgatib boraman. Int mana o'zgaruvchini hisobladik. Men int degan faqat butun sonlarni qabul qiladigan number nomli o'zgaruvchi, uning qiymati 20, u hozir xotiraga joylandi va uni ishlatishimiz mumkin. Masalan, buni endi keling pastda konsolga chiqarib ko'ramiz. Konsolga chiqarishimiz uchun bizga cout nutda mana o'zi chiqarib berdi. Cout bizlar system out println deb yozib o'tirsak ham bo'ladi. Maslahat beraman sizlarga. Mana shuni bitta yozishlaringizni system.out.println qilsalaring, bular o'zingizga boshida hech qachon qaynoq klaviaturalardan ishlatmang. Sababi o'shanga o'rganib qolasiz. Keyin bu yerga number qiymatini beramiz buni ishlatishni. Mana ishlatyapmiz. Ishlagan payti u rangga kirib ketyapti, ko'ryapsizmi? Va buni run qilamiz. Mana 20 sonni chiqarib berdi xotiradan olib. Mana qayerda turganini ham ko'rsatib o'tadi. Shunaqa qilib keyin bu int bo'lsa, keyingisi byte bilan yozib ko'rasiz. Keyingi o'zgaruvchi string hisoblanadi. String yoki ism qilamiz. Ism va u buni hamma payt string qiymatlarini ikkita qo'sh tirnoq yaratib Doniyor qilib orqasiga nuqta belgi qo'yamiz va buni ham ishlatib ko'ramiz. Println va unga keyin bu yerda faqat uni ishlatmasdan bunaqa metod ham bor. Ichida mana mening ismi va plus belgisini qo'yamiz va bu yerga ismni ishlatishimiz mumkin. Plus qo'yib turib mana o'chirib tashlaymiz. Plus va ism. Mana bu endi bizga mening ismim Doniyor deb chiqarib beradi. Men shularni ko'rib chiqishib yozishlaringizni maslahat beraman. Mana hozir ko'raman. Mana mening ismim Doniyor. Ko'ryapsizmi? Shunaqa qilib shug'ullanib ishlatib ko'ring siz ham. String bu string qiymati qabul qiladi va keyingisi char bunga nima deb tekst qo'yamiz va unga biron bir endi bunga esa bunga ikkita qo'sh tirnoq ochib, bittalik qo'sh tirnoq ochamiz va bittagina harf beramiz. Masalan, 4 sonni harf. Bunga ikkita berdim, xato beradi. O'shaning uchun mana bittagina f nimasini beramiz va ishlatib ko'ramiz. Uzr kechirasizlar, uni berish esdan chiqibdi. F tekst qilamiz va ishlatib ko'ramiz. Mana f sonni chiqarib berdi. Keyingisi mana o'zgaruvchilardan boolean to'g'ri deb qo'yamiz. Bu yerga qo'shtirnoq tutish belgilarini olmaydi va bu yerga false deb qo'yamiz yoki true. Bu mantiqiy amal hisoblanadi. Ishlatamiz mantiqiy amallarda buni o'rganib qo'yish kerak. Va buni ham to'g'ri chiqarib beradi. Sizlarga maslahat berardim, biron bir daftar tutib, mana shu o'rgangan narsalarni yozib, yodlab borishingizni. Bu narsalar boshida qiyin bo'lishi mumkin. Dars o'tgan sarimiz bular tushunib borasizda, tushunyapsizmi? Keyingida hamma dars bir-birsiga bog'liq hisoblanadi. Mana shulardan boshlanadi. Mana
mana shunaqa qilib o'zgaruvchilarni yaratamiz. Endi esa bugungi darsimiz shu edi. Men sizlarga vazifani tashlab qo'yaman. O'shandan keyin tashlab hali buni kelishib olamiz. Shu bilan darsimiz tugadi. Hammaga rahmat.